Dehqonga nima kerak aytaymi? Ham yirik pomidor kerak, ham yirik kerak. Bu yirik. Ham bandi bilan kerak, ham bandi bilan. Ham bu kiprigi uzun bo'lishi kerak. Kiprigi ham uzun. Palagi ham yaxshi bo'lishi kerak. Palagi ham yaxshi. Tamam, ma'qul. Ham qattiq. Mana shu mana bir tutda. Mana shu bir tutdan ketyapti mana shu yerdan. Bir tutdan ketyapti mana palagi. Mana hosildorligi. Ko'ryapsizmi? Ikkinchi uzun. Ikkinchi uzunda bu. Mana hosil. Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar, bizni kuzatuvchilar. Kosonsoydamiz. O'tgan safar ham bu yerda Azimjon akam dalalardamiz. Bu yerda 10-iyul kuni tashrif buyurgan ekanmiz. Mana hozir 40 kun atrofida muddat o'tibdi. Bu yerda India bilan Big Ben pomidorlarimiz ekilgan. Bugun 21 avgust 2025-yil. Endi mana shu holatini mana hozir terim qilyapti. Terim jarayonini olib ko'rsatib o'tamiz. Azimjon aka Xudo barakasini bersin. Eslatib o'tamiz, bu yerda urug' 20-aprelda ekilganda, 20-aprelda ekilgan. Endi nima deysiz Azimjon aka, mana qattiqligi, bozorbopligi, rangi, katta kichikligi Big Ben'da. Big Ben yaxshi. Hurmatli o'zbek hozir. Yaxshi. Qattiqligi yaxshi, bandi bilan. Juda zo'r. Hosili ham yaxshi. Palalari ham ko'pmay bo'lib turibdi. Hozir palayni ko'rsatsa bo'ladimi? Bu yerda shu nimada? Shu palayni ko'rsatsa o'taylik. Mana hosillar. Bu ikkinchi uzuni. Ikkinchi uzun bu. Hurmatli terildi mashina. Endi ikkinchisi. Uzing bandi uzganda mana bandi bilan uzilyapti, ko'ryapsizmi? Mana boshqasini ham uzib ko'rsataveramiz. Mana hammasi mana katta kichik hammasi bandi bilan. Oldin shunaqa pomidor ko'rganmisiz mana shunaqa? Bandi bilan uzilarmidi oldingi ekib berganlaringiz? Yo'q. Bandi bilan uzilmasdi, lekin bandi bilan uziladigan ko'p pomidor bandi ham kichikroq bo'ladi-da. Buniki katta ham bu. Orqasidagi band. Hozir sizlarga shu bozor uchun qanaqa? Zo'r. Buniki katta-da yaxshi tortadi. Olishi yaxshi. Hozir upakovka jarayonlarini ko'rib o'tamiz. Mana bu yerlardan ham ko'raylikmi mana hosillar. Hosilni qarang. Mana bu yerda mana xohlagan tukuni uzib ko'rishimiz mumkin mana. Tuklari ham uzilib qoladi. Uzilgan holatda mana. Ko'kli holatda. Ko'rish mumkin. Bu sizga ma'qul. Issiqqa chidamliligi Big Ben'niki qanaqa? Yaxshi, mana shu bu yil bilmayman, shu 46 ni ko'rdim bu yil Kosonsoyda. 46 gradus. Palagi mana shuda mana. Qurib qolgani yo'q, o'zini himoya qilib oldi shu katta baxt. Himoya qilarkan-da. Sizlarga mevani katta kichikligi yaxshimi yoki? Yaxshi-da, kattasi yaxshi, ham bandi bilan yaxshi. Ham katta bo'lsa, ham bandi bilan. Buni bor-ku, dehqonga hamma tomonlama nimasi bor ekan. Qarang. Dehqonga nima kerak aytaymi? Ham yirik pomidor kerak, ham yirik kerak. Bu yirik. Ham bandi bilan kerak, ham bandi bilan. Ham bu kiprigi uzun bo'lishi kerak. Kiprigi ham uzun. Palagi ham yaxshi bo'lishi kerak. Palagi ham yaxshi. Tamam, ma'qul. Ham qattiq. Qattiq. Keyin mana qip-qizil bu. Bundan boshqa aytib to'kib bo'lmaydi. Qizil, qattiq, bandli, palagi katta. Bilmayman bundan ortiq. Bir xil pomidorlarni palagi bo'lsa, mevasi chatoq, mevasi bo'lsa, palagi ingichka. Bunda ham palag bor. Ham mevasi yaxshi. Bo'sh tagini ko'rsatib o'raylikmi? Mana qarang. Mana shu. O'sha yirik bo'lmagan joylari bor-ku mana. Buni qarang, yangi Buttaligi mana. Ko'ryapsizmi? Big Ben'da. Mana shu mana bir tutda. Mana shu bir tutdan ketyapti mana shu yerdan. Bir tutdan ketyapti mana palagi. Mana hosildorligi. Ko'ryapsizmi? ikkinchi uzun. Ikkinchi uzunda bu. Mana hosil. Endi o'zi to'kilib tushadi mana bulma. Siltasa to'kilib tushadi. Bir tuk shuni ichini ham ochib bo'lmaydi. Azimjon aka, agar xo'p desangiz, bir tut shunda uzunlik ko'rsatib bo'ladimi bunday? Hosildan deb sana boshlagan. Mayli, o'shaga chiqib sanaymiz. O'shaga chiqib sanaymiz. Shu tukni yuling. Shu tuklar. Siyonka jara to'xta, buni olib qo'yamiz. Buni olib qo'yib qo'shilib ketmasin. Amin. Qo'limdan uzganmiz. Mana hozir uzolsangiz uzing. Sekin ajoqqa olib boramiz. Ana shu bir tut. Mana bir tut uzildi. Endi sekin ko'taring endi. Bu yerda
Bu nargis mana bu uzilib tushdi bu bitta. Shu uzilganlarni ishdan. Uzilgani o'shanda mana. Ko'pi uzilib tushdi mana. O'shaniki bu. Ha. Mana hosil Yerga qo'y. Mana shu yerga qo'yaylik-da. Mana hosil uzilib tushyapti. Kattaligi. O'rtachaligi hurmatli dehqonlar sizlarga kattaligi yaxshi rivojlangan palalikni ko'rsatmayapmiz, o'rtacha holatdagisini ko'rsatyapmiz. O'rtacha qanchadan hosil beryapti? O'zingiz taxminingizcha. Shuni sanasak o'rtacha bir 150 grammdan hisoblayveramiz. Sanab ko'rishga yoyib turib, yoyib tutaraydi. Ha. Baha olish kerak. Alohida. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32'de. Yardım oldu mu? 32'de. Ana yerde koyacağım. 33, 34, 35, Uzilib qolganlar. 36, 37, 38, Bitta ham qoldi. 39, 40 tane. Mana Ya bunu başka tut. Aralashmaymiz. Yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Mana ko'rasizlar mana. Deyarli kiprik. Ko'ki ham bir xil. Mana kiprikka ham qaranglar-da, kiprikka. Buni qo'limizda uzib oldik. Mana shu holat mana. Ko'rasizlarmi? Buni yopishtirishga ham imkoni yo'q-da, mana videoni ko'rgan bo'lsanglar. Mana hammasi bandi bor. bandi bor-da, mana kiprigi bor. Ko'rasizlar mana. Kiprigi yo'g'ida o'zi mevani o'zi yo'q bu yerda. Hammasini kiprigi bilan. Bu o'rtacha solgani. O'rtacha solgani. Zo'r solgani bor, unda bir 100 ta ham bor. O pastroqda. Mana bu holat ko'rasizlarmi shuni? Bitta o'sha nimadan ko'rib kelasiz. Mana hozir yig'inglar ko'rasizlar. Hammasi bandilik. To'liq bandi holatida. Hammasi. Bu yashikka jo'nayotgan joyda mana bunisi mana korobkaga. Bitta korobka necha kilo chiqadi? 22 kilo, 30 kilo ham chiqadi. Yashikchi. Yashag'am shunaqa. Bir xil. O'shalarga dehqonlarimiz xohlayotgan pomidor. Agar yirik, qizil, bandi bilan kerak bo'lsa, mana shu Bigbenni tavsiya qilaman. Buni ham ochib ko'rsatamiz. Ko'rasizlarmi? Yirik pomidor. Hammasi. 100% yirik. Buni maydasi qancha chiqyapti, Azimjon aka? Unga bir 10 ta yashikka bitta yashik. bitta yashik. Ha. 10 ta yashikka bitta mayda chiqyapti. Ha. Desam, je mayda emasda. Mana mayda. Maydasini olib. Maydasi ham je mayda emas, tuxumda. Ha, mana shu mayda deyapsiz-da. Tuxumda. Shu Tuxumdaydi. aha. 10 ta yashik chiqsa, 10 ta yirigi, bitta nimasi maydasi chiqadi. Xudo barakasini bersin. Mana ko'rasizlarmi, hurmatli dehqonlar? Hammasi mana. Mana hosil. Yirik. Mana yirik. Bir xil hammasi. Xudo barakasini bersin Azimjonaga. Istimasin bundan olgan daromadlardan yaxshi kunlarga ishlatish nasib qilsin. Hurmatli dehqonlar, shu Kosonsoyda namuna hududida ekilgan Bigben o'zimiz tilda nosqoq tipdagi pomidor duragayimiz. Mana o'zinglar ko'ringlar, xulosa qilinglar. Tavsiya qilamiz Bigbenni. Shu Azimjonaga aytganidek yirik, qon qizil, asosiysi kiprigi bilan uziladigan yirik pomidor kerak, qattiq pomidor kerak bo'ladigan bo'lsa, shu Bigbenni tavsiya qilamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar. Azimjonaga Xudo barakasini bersin aka. Katta rahmat aka.